Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Saxovat karvon abachilar sog'omonmisizlar? Hurmatli abachilar, xudo xolasa proyektimiz o'zgarishlarini ko'rib bir mashallah deb qo'ysangizlar, bir ajoyib bo'laradi. Hurmatli abachilar. Ko'rib turganlaringizdek, ina Mirzabek ukamiz, hurmatli abachilar, kipri qaqib bo'libdi inshaalloh. Mirzabek xorma uka. Amosaga keldingmi uka? Bo'libsan-ku? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hurmatli abachilar, xudo xolasa endi shu yerdagi e'tiborlaringizni qaratib tursangiz, bir 3-4 kunda hurmatli abachilar shu proyektimizdan chiqib ketamizdan umiddaman. Hurmatli abachilar, endi bu yanına faqatgina shipirni ko'rdingizlar, qaqib bo'ldilar, yonboshina qanotini xudo xolasa o'zi Mirza aka bir ozgina ishim bor edi, shuni bo'ldi aytib keling. Xudo xolasa yonboshidan lesa qo'yib duramandan beklatib tashlamasinki, xudo xolasa ichan taraf polni boshlayman deb turibdi. Hurmatli abachilar, shu insonni rozichiligini olishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha shu ekranda qo'yib turgan rozigilarimizni, karta raqamlarni e'tibor qilib tursangizlar, xudo xolasa tez kunda shu rozigilarimizni quvonchlarına sherik bo'lib, shu uyning kelitini berib ketish ilinjidamiz hurmatli abachilar. Endi bu taraf polka qilgandan keyin, eshiklari qurilgandan keyin hurmatli abachilar, ichan tarafing bir solo hurmatli abachilar, rotponni urib beramizda inshaalloh xudo xolasa shu bilan kelitlarni topshirib ketamiz inshaalloh. Xudo xolasa hurmatli abachilar, e'tibor qilib olsangizlar, İnşallah vani beni bir 10 gün indi. Uzakı bilen 10 gün. Kimde kim şöyle kalbından dügüp Rozgül mamaga bir döşek hep beremen de inşallah olsa bemalol xudo xolasa ek kelib shu Rozgül mamani qo'lidan berib duolarınızı alıp ketaverasizlar. Hurmatli abachilar, Rozgül mamada döşek degan narsa umuman yo'q. Hattoki bir qara darushka ham yo'q hurmatli abachilar. Ko'rpach ham yo'q, hech narsa yo'q hurmatli abachilar. Qalbına dügüp o'tirgan inşallah. Allah razı olsun sizlerden. Endi bu tarafına finalimize az kaldı inşallah. Görüp turganlaringizdek. Bu hurmatli abachilar, ne diyeceğim bo'lardi? Pol degan narsani hurmatli abachilar, Mirzabek ukamiz 2 kunda qaqib bitadi. Patolog nening shiprimizni hurmatli abachilar, görüp turganlaringiz ikki taraf yon taraf qaldi. Uni g'arat etsa ebitdan bo'ladigan ish. As ebitdan keyin xudo xolasa pastga tushib, assalomu alaykum. Hoji bu amasa keldingizmi? Sog'omonmisiz hurmatli abachilar? Yine qori boğamız geldi. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Assalomu alaykum. Amasa geldiniz mi? Esselamu aleyküm. Valla bu. Amasa geldiniz mi? Oladı. Bir hurmatli obunachilar, xudo xolasa bir qori akamiz kelibdilar. Şöyle bir duo qilib beraman. İşingizni rivojini tilab geldik. Bir xorman aytib dedilar. Allah razı olsun şu insondan bir görüp bir o'zingiz bir kommentariyada o'z xulasangizni qoldirib ketaverasiz. Qori bu, assalomu alaykum. Amasa keldingizmi? Sog'omonmisiz? Alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh. So'rashib beravering xudo xolasa obunachilar bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaga hamd va sanomiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo shu xayrli ishning boshida yuribsiz, boshlab turgan ishingizda o'zi rivoj bersin. Qalbingizda nimalarni niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh taolo o'z niyatlaringizga yarasha ulug' ajr, savoblarni bersin. Mana shunday bir yo'qsul oilaning qalblariga xursandchilik kiritish va bir maskanlarni, uylarni bir to'g'rilab, bir ixcham holatda, chiroyli holatlarda yangilab berishlikni maqsad qilibsiz. Avvalambor homiylar bilan birga Alloh taolo shu homiylarimizdan ham va sizdan ham o'zi rozi bo'lsin. Qilib turgan ishingizda va barcha homiylarimizning homiychiligida Alloh ajrini, savobini o'z ziyodasi bilan bersin. Bu xayrli ishing boshida ekansiz. Bu ishlarga yanada shu homiylarimiz tarafidan yanada shu o'zlarining ko'maklarini, homiyliklarini, yaxshiliklarini, xayr saxovatlarni qilsalar, bir oilaning bir xursandchiligini ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Hammalarimiz shu birodarimizga imkon qadar shu joyda bir qarashganimiz maqsadli bo'ladi. Bir oila, yo'qsul oila mana joyni solish, joyni to'g'irlash imkoniyati yo'qligi sababli o'zimiz ham bir necha bor kelganmiz bu yer. Mamadan, onaxonimizdan xabar olganmiz. Alloh o'zi qobil etgan bo'lsin. Mana bugun hozir kelib xursand bo'ldik, ko'rdik. Mana shunday holatda kelibsiz. Alloh o'zi ziyoda qilsin. O'zi bardavom aylasin. Bir duo qilamiz. Ilohim Alloh taolo shu mana shu ishlarning boshida turgan avvalambor sizda Alloh umringizni uzoq qilsin, ajrinni, savobini ziyoda qilsin. Qolaversa
bu ishlarga homiylik qilib turgan, xizmat qilib turgan hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Qilib turgan xizmatlarini, qilib turgan homiyliklarni, ajrini, savobini Alloh ziyodasi bilan bersin. Mana shu joylarda xonadon ahllari xursandchilik bilan yashab, haqlaringizga duoyi xayrlar qilib, xursandchiliklarda umringiz uzoqlik qilib, baxtini nasib aylasin. Bu homiyliklar barobarida qiyomat kunida va dunyo hayotda ham molingizga, joningizga ziyodalar, bardavomlik ato qilib, oxirat hayotida ham ajringizni, savobingizni ziyoda qilib, ulug' martabalarga o'zi dohil aylasin. Allohu akbar. Hoji aka, duolaringiz ijobat bo'lg'ay. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Quvondik, bu olmasa keldingizmi? Sog' omonmisiz? Ha, hormana sen. Ha, bor olg'aysiz. Rahmat. Quvondik, bu bizimizning obunachimiz. Hurmatli obunachilar, shu insoniyatga donib qo'yasizlar. Hoji aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Salomat bo'lg'aysiz. Hurmatli obunachilar, ina ko'rganlaringizni Hoji akamiz ham kelib shu yerda duo qildilar. Alloh rozi bo'lsin shulardan ham. Duo qilib qo'yasizlar shu insonlarni. Xavar mamamizdan ihson aytayaptilar. Hurmatli obunachilar, shularni bir Xudo xolasa video orqali bir tushirib beramiz inshaalloh. Neyse, tushunmayman. Yaxshi, salomat bo'lg'aysiz. Esa hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bo'ldi. Men qaramabman uni. Men ne ruxsatsiz qo'yib turaman. Alloh xayrli qilsin, ziyoda qilsin. Rahmat. Rabbangiz ham optasham buni. Gunohlarni uyga kirgan vaqti yashab. Yomon qoribo ko'zim tegmab tushmabdi meni. Unchaki bo'lmaydi bu. Bir kun ko'rdim, men buni bir inson qistirib ketgan buni tushunmay o'zlari. Aldab tashiman, hozir aldab tashiman Xudo xolasa. Himoya Allohdan bo'ladi. Albatta. Bu narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak. Rahmat. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa endi ko'rib turganlaringizning bu tarafina o'zgarishlar Xudo xolasa e'tibor qilib tursangiz ko'rib boraverasizlar. Shiprimiz inshaalloh bitdi. Ikki taraf yon tarafini Xudo xolasa ustalar o'zlari ebitdan keyin kelamiraga, ertaga azonda kelamay, ishlarni davom qildiraman deb turibdi. Ichon tarafi polni boshlaymiz, ertangdan boshlab inshaalloh Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shu yon tarafi qolib turibdi bo'lgani shiprimizni. Aslında ichon tarafi rotmonlarni, tashqi taraf fasad tarafimizni kimda kim şöyle ko'nglini yuk bo'lgan bo'lsa, Xudo xolasa shuni plitishni chilayi bilan ichon taraflarini rotmonlarni apasangizda Xudo xolasa tez kunda shu rozgilarimizning xursandchiligini sherik bo'lamiz deb umiddaman. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizning hoji akalar kelib duo qilib turibdilar. Qo'ldan kelgancha shu yerda ihson kelibdi. Endi ko'rgazmalar shart emas. Endi ihsonni hurmatli obunachilar bir Alloh taolo egamni o'zlari bilsa bo'ldi. Bandasini qalbidan sababda Alloh shularga bir ajr savobini yozib qo'yganlar bo'lsa, bo'lg'aylar. Hurmatli obunachilar, kimda kim shu yerda Ro'zgul momoning uyida ishlay bilgan ustalarga qo'ldan kelgancha ko'mak qilamiz degan insonlar bo'lsa, Alloh yo'lida ihsonim bor degan insonlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa ko'rib turganlaringiz ustalar novislarni ham chiqarib, hurmatli obunachilar, chiroyli qilib tuzatib ketdilar bu yer. Lekin hurmatli obunachilar, imkoni bor insonlar befarq qilib turib, hurmatli obunachilar, shu Alloh taolo egamning ne'matlaridan bebahra qamalib qo'ldan kelgancha shu ihson sevarlar qatorida yuradi. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Obunachilar, Xudo xolasa bu yoqda o'zgarishlari qo'limdan kelgancha syomkada yurgizib borishga harakat qilaman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' omon bo'lgaysizlar. Ihson sevar insonlar shuning videolarimizni tashlab qo'yish esdan chiqmasin hurmatli obunachilar. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' omon bo'lgaysizlar.